Alright, hop, let's look at the questions. Birinchi navbatda savollarni ko'rib chiqaylik. Hop, bizda ham doimgidek passage 1da sentence completion va true false not given savollari bor ekan. Hop, birinchi navbatda demak savollarni yaxshilab ko'rib chiqishimiz kerak va nimaga e'tibor berish kerak? Shularni ko'rib chiqaylik. Hop. Birinchida nima? Demak, one word, bitta so'z qo'yishimiz kerak. Va savolimiz birinchisi Egypt 2000 BC ga aloqador ekan. Nima deyapti? Bodies were made of wood. O'sha tanalar yog'ochdan yasalgan ekan, o'sha qo'g'irchoqlarning tanasi. Va deyapti, soch uchun nima foydalanilganini topishimiz kerak bu yerda. Xo'p. Ikkinchisi mana ancient Greece and Rome ga aloqador ekan. Nima deyapti? Dolls were given to by older girls. Demak, kattaroq qizlar tomonidan kimgadir shu qo'g'irchoqlar berilgan ekan. Kimga qo'g'irchoqlar berilganini biz topishimiz kerak. Hozir shu ikkita savolni ishlaymiz birinchi. Men sizlarga demak passageni o'sha kerakli joyini jo'nataman. Sizlar o'zlaringiz bajarib ko'rasizlar. Birinchi, ikkinchi savollar javobi. Xo'p, bir soniya. Demak, bizda demak keywordimiz nima bo'ldi? Mana Egypt 2000 BC. Mana bu yerda Egypt 2000 BC demak turibdi. Demak, shu atrofda bo'lish kerak. Mana ancient Rome, Greece ham shu atrofda. So, buni ham jo'nataman sizlarga. Xo'p. So, what are the answers? Nima bo'ladi javoblar? Bajaringlar chiqaring. Ekranda ko'rinyaptimi hammaga? Mana bunday qilsam ham bo'lar ekan. Xo'p, tanlaymiz. Qaysi javob bo'ladi? Birinchi, ikkinchi savollar javobini yozinglarchi. Soch uchun nimadan foydalanilganini topishimiz kerak birinchisidan. Alright, nima bo'ldi javoblar demak? Birinchi, ikkinchi savollarimiz javobi. Menimcha ko'pchilik topdi. O'zi passage va unaqa qiyin bo'lmaydi. Javobini topish oson agar ko'p bajargan bo'lsangiz. Xo'p, demak, clay deyapti ba'zilar. Demak, ikkinchisiga nima bo'ladi demak? Qolganlar qaysi javob tanladi? Hamma yozsinchi. Alright, menimcha ko'pchilik topdi. Xo'p, nima bo'ladi javobimiz? Men yozaman. Demak, nima deyapti? Men bu yerda aytganda soch uchun nimadan foydalanilgan? Sochlar uchun, sochni yaratish uchun. Men bu yerda o'qiydigan bo'lsangiz, mana nima deyapti? Dolls constructed of flat pieces of wood, painted with various designs, and the hair was made of clay. Demak, bu yerda aytayapti, sochlari claydan yaratilgan ekan. Demak, javobimiz clay bo'ladi. Birinchi savolimiz javobi clay. Ikkinchisi nima deyapti? O'sha katta qizlar o'sha qo'g'irchoqlarni kimlarga bergan? Mana bu yerda aytayapti, girls from ancient Greece and Rome offered their wooden dolls. O'sha o'zini yog'och qo'g'irchoqlarini goddesses, god degan o'zi xudo degan. Endi goddesses tarjimasi menimcha shart emas. Xo'p. Shu goddesses bo'ladi demak javobimiz. So yeah. Menimcha ko'pchilik topdi to'g'ri javobni. Xo'sh, jo'natib qo'yaman. Tak. Demak, clay ikkinchisi demak. Sure. Alright, now let's move on to the next question. Keyingi savollarni ham ko'raylik. Endi 3-chi savolda nima deyapti? 3-chi savolimiz 600 BC ga aloqador ekan. Nima deyapti?
realistic dolls, demak haqiqiyroq realistik qo'g'irchoqlar, separate clothes bo'lgan ekan, alohida kiyimlar bo'lgan ekan va yana nimadir bo'lganini topishimiz kerak ekan bu yerda. Va bu narsalar har xil positionlarga qo'yilishi mumkin bo'lgan deyapti. Xo'p, 4-savollarni ham ko'rib qo'yaylik. Demak, 17-18 davriga aloqador dolls made of. Demak, qo'g'irchoqlar nimadirdan yaratilgan qo'g'irchoqlar nima bo'libdi? More common bo'libdi, ya'ni ommalashibdi. Mold, nima degani mold? Mold degani qolip degan ma'noni aytadi. Qolip p bo'ladi o'zbek tilida. Qolip. Shu, qolip degani qisqasi. Demak, molds nimadan yaratilganini topishimiz kerak bu yerda. Xo'p, buni ham jo'natib qo'yaman. Xo'sh. Xo'p. Let's look at. Demak, mana bu yerda demak 600 bor ekan, 600-yillar. Xo'sh, bizda 17-18 asr ham kerak. 17-18 asr, mana bu yerda 18 bor ekan. Tak, 1 second. Mana bu yerda aytdi 17-18 asrlar bu yoqda ekan. Alright, mana ikkita joyda javoblarimiz. Xo'p, hozir tekstni jo'nataman sizlarga. Tak. Alright, bajaramiz. Demak, 3-chi, 4-chi, 5-chi savollar javobini topib ko'ringlarchi. Xo'p, qaysi javobni tanlang? 3-chi, 4-chi, 5-chi savollarga. Hamma bo'ldimi? Topdimi javoblarni? Yozinglarchi. 3-chi, 4-chi, 5-chi savollar qaysilar? Javoblari. Xo'p, men 3-chi topdim. Xo'p, 4 men hali o'qimagandim o'zi. Tak, became more common. Okay. 4, shunday demak 5. Tak. Alright, demak, qaysi javoblar bo'ldi? 3, 4, 5. Nima bo'lyapti demak javoblar? Yozinglarchi commentsda. Xo'p, limbs, wax deyiladi adashmasam. Taxlavolilar. Xo'p, yozib olinglarchi demak 3-chi, 4-chi, 5-chi savol javoblari qaysilar? Alright, menimcha bo'ldi, endi tekshiramiz. Tushuntirib beraman savollarning javobi. Xo'p, birinchisida mana separate clothes bo'lgan deyapti va uni har xil positionga qo'yish mumkin bo'lgan deyapti nimadir. Qarang, bu yerda aytgan javobimiz hozir bir daqiqa. Qani deyman. Xo'p, qayerda aytgan? Zo'r. Demak, nima deyapti mana? The ideal led to the creation of dolls with movable limbs deyapti. Movable degani
O'sha harakatlansa bo'ladigan degani movable limbs. Limbs degani limbs qo'l, oyoqlar degan ma'noni anglatadi. Movable degani harakatlansa bo'ladigan degani. Ya'ni shu harakatlantirsa bo'ladigan qo'l, oyoqlar bo'lyapti. Xo'p. Keyin nima degan bu yerda qarang? Removable garments. Garment degani o'zi kiyim degan ma'noni anglatadi. Garments. Kiyim degan ma'noni anglatadi. Removable shu yetsa bo'ladigan degan ma'noga kelyapti. Demak, shunaqa kiyimlari bo'lgan. Demak, bizda o'zi allaqachon tayyor shu garment so'zimiz. Garment so'zimiz clothes ga parafraza bo'lyapti. Shuning uchun javobimiz shunda limbs bo'ladi. Demak, 3-savolimiz javobi limbs. Menimcha ko'pchilik topdi demak. Limbs. Xo'p. Shu movable limbs degan. Endi 4-savolimiz mana bu yerda edi. 17-18 asrda in addition to wooden dolls, ya'ni yog'och qo'g'irchoqlardan tashqari wax dolls, ya'ni mumdan tayyorlangan qo'g'irchoqlar ham grew in popularity. O'sha grew in popularity so'zimiz qaysi so'zga parvoz bo'lyapti? Became more common so'ziga parvoz bo'lyapti. Shunda javobimiz wax bo'ladi. 4-savolimiz javobi wax. Xo'p, wax. Keyin bu yoqda nima bo'lyapti? Moldlarimiz nimadan tayyorlangan? Agar men bu yerda o'qiydigan bo'lsangiz, nima degan? Wax modelers would model a doll's head in wax or clay, then cover it with plaster to create a mold. Demak, qolip tayyorlash uchun plaster bilan o'ragan deyapti. Endi buni atrofini o'qiydigan bo'lsak, boshqa to'g'ri keladigani yo'q. Then they would pour melted wax into the cast. The wax for the head would be very thin. Xo'p. To'g'ri javobimiz shunda 5 ga demak plaster bo'ladi. Plaster. Bir daqiqa hozir Alright, davom etamiz. Xo'p, menimcha hammaga tushunarli, demak javoblar shular. Xo'p. Demak 3 limbs, 4 wax, 5 plaster bo'ldi. Xo'p. Endi 6-savolni ham ko'rib qo'yaylik. 6-dan qaysiga aloqador ekan? 1800-yillarga aloqador ekan. Nima deyapti? New group of mixtures known as. Nima degan known as? Shu ko'p IELTSda uchraydigan fraza, ayniqsa readingda ko'p uchraydi. Nima degani? Known as. Mana qanday ishlatib qo'ysam bo'ladi?
Xo'p. Nima degan known as? Shu menimcha, hamma tushundi. Known as degani o'sha deb tanilgan degan ma'noni aytadi. Ya'ni o'sha nomini topishimiz kerak bu yerda. Ko'pincha known as deganimizda. Xo'p, demak, nima deyapti? New group of mixtures. Yangi mixturelar paydo bo'lgan deyapti va bu mixture nomi nima bo'lgan deyapti. Nimaligini topishimiz kerak. Xo'p. Xo'sh, 1800-yillarga aloqadormi? Hozir. Alhamdulillah. Hozir. Alhamdulillah. Xo'p, paragrafi qayerda? Ketma-ketligi boshqacha ekan. Mana bu yerda ekan, keyingisini savoli, javobi. 6-savoli javobi mana bu teparoqda ekan. Nima bo'lyapti javobimiz? Demak 6 ga. So what's the answer? Menimcha oson savol edi 6. Mana bu o'rtaroqda ekan. Nima bo'ldi demak? Paper Mac? No. Shu bo'lishi ham mumkin, to'g'ri. Yo'q, emas ekan. Xo'p, menimcha hamma topdi, demak, o'zi sal Xo'p, yaxshi, menimcha ko'pchilik topdi javoblarni. Composition bo'ladi, to'g'ri. 6-savolimiz javobi composition. Chunki o'zi yozib ham qo'ygan mana shu yerga. Faqat ketma-ketligi boshqacha ekan buni. Mana bu yerda aytgan. Composition is a collective term for mixtures. O'sha mixturelar uchun bu collective term deyapti. Term degani o'sha nom degan ma'noni aytadi. Term, name degan oddiy qilib aytganda, bu yoqda shunaqa deb aytyapman mana bu yerda. O'sha mixturelar uchun nom bo'lgan deyapti. Demak, shu javobimiz bo'ladi. 6-savolimiz javobi composition bo'ldi. Demak, 6 position. All right, now let's move on to the next part. Endi qiyinroq savollarga o'tamiz. Demak, bizda true false not given savollar bor. Xo'p, birinchi sizlarga savollarni tarjima qilib beraman har birini yaxshilab tushunishingiz uchun. Xo'p, birinchi savol deyapti. Xo'p, 5 ga shuni hozir o'zgartirib qo'yaylik. Tak. Bir dakika.
Xo'p, savollar tarjima qilamiz birinchi. Demak, tarjima qilib beraman, shunda keyin tushunarli bo'ladi ancha ishlashingiz. Xo'p. Demak, birinchisi, demak, nima deyapti? Bizga biz Xo'p. Tarjima qilib beraman. Demak, bizga qo'g'irchoqlari o'sha Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xo'p, juda katta yozuv bo'lib ketar ekan hozir. Xo'p. Mashita demak. Nima deyapti? Bizga qo'g'irchoqlari Xitoyda ishlab chiqarilgan qo'g'irchoqlardan kamroq haqiqiy ko'ringan deyapti bu yerda. Shu. Tarjimasi shu. Xo'p, keyingisi nima deyapti? French dolls tended to cost more than German bisque dolls. Demak, oddiy qilib aytganda, fransuz qo'g'irchoqlari xo'p, nemis bisque qo'g'irchoqlaridan qimmatroq bo'lgan deyapti. Keyingisi, xo'p. Demak, nima deyapti? Demak, birinchi ragdolllar deb qolaman. Ragdoll o'zi qo'g'irchoqqa o'xshagan narsa. O'zbek tilida bilmayman, maniken bo'ladimi shunaqa narsa. Maniken bo'lish kerak deb. Birinchi ragdolllar demak 1850-yillarda yaratilgan. Shu. Xo'p. Keyingisi only dolls made of cotton and linen. Faqatgina deyapti. Faqatgina linen o'zbek tilida bilmayman nima degani. Faqatgina o'sha paxta yoki o'sha linendan tayyorlangan qo'g'irchoqlar, o'sha cloth degani ko'ylak degani, o'sha mato degani, mato qo'g'irchoqlar deb hisoblangan deyapti. Keyingisi dolls made of celluloid, demak celluloid manimcha celluloza bo'ladi o'zbek tilida adashmasam. Cellulozadan tayyorlangan qo'g'irchoqlar rangini yo'qotgan deyapti. O'sha o'zini rangini yo'qotgan demoqchi bu yerda. Xo'p. Keyingisi nima deyapti? Composition dolls lasted longer. Last degani chidamoq, yara bermoq degan ma'noni aytadi. Xo'p. Nima deyapti? O'sha composition deb qolaman. Composition qo'g'irchoqlari 1940-yillarda tayyorlangan plastik qo'g'irchoqlardan uzoqroq chidagan degan. Oddiy qilib aytganda, uzoqroq foydalanilgan o'sha chidab bergan deydimi o'zbek tilida. Shu, uzoqroq vaqt yashagan desam mana farqi yo'q. Xo'p. Qaysi holda doll collectors prefer a doll to be dressed in its original clothing. Demak, nima deyapti bu yerda? O'sha qo'g'irchoq yig'uvchilar qo'g'irchoqlarni asl kiyimida bo'lishini ma'qul ko'radi deylik, yaxshiroq ma'qul ko'radi. Alright, menimcha hammasini tarjimasi shu. Menimcha emas shu, tarjimasi menimcha hammaga tushunarli. Xo'p, endi ishlasak bo'ladi.
Xo'p, endi qaysidir savolni tushunmayman deb o'tira olmaysiz, chunki men hammasini tarjima qilib jo'natib nima ketmayapti? Bir daqiqa. Yaxshi. Xo'p. Endi birinchi savoldan boshlaymiz. Qayerda? Birinchi savolimiz Bisq Dolls haqida gapiryapti. Xo'p. Ketma-ketligi bo'lishi kerak mana bu yoqda, hozir ko'ramiz. Mana shu yerda boshlanishi kerak. Qayerda edi Bisq Dolls? Men hozir ko'rmayman. Ham bu yerda ekan Bisq Dolls. Xo'p. Xo'p, demak, shu yerda javoblarimiz. Tak. 7-chi savolimiz javobi shu yerda. Xo'p, 8 French dolls cost more. Tak. Bir 1850-yillar qani? Mana bu yerda 1850-yil bor ekan. 850 shu yerda. Qisqasi shu yerda men sizlarga jo'nataman buni, tekstni. Birinchi 3 ta savolimiz shu yerda, ya'ni 7, 8, 9-savollar. 7, 8, 9. Shu paragrafda qani bajaringlar-chi? 7, 8, 9 savollar. Alright, hamma tanladimi javoblarni? 7, 8, 9lar. Olganlaring, tanlanglar javoblarni, men ham qarab ko'raman.
Xo'p. Okay, birinchisi tushunarli. Okay, 8 ham tushunarli. Alright, toplaymi demak. Nima bo'lyapti? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Yozinglar javoblarni. Xo'p, mayli, tekshiramiz. Mana ishlab bo'ldim. Xo'p, birinchi savolimiz aytganda, Bisq dolllar kamroq realistik deyapti. Chinadan ko'ra deyapti. Lekin bu yoqda o'qisangiz, aytayapti mana Bisq deyapti. O'sha 2 marta pishirilgan ekan o'sha tayyorlash jarayonida. Va aytayapti, looked more like skin than China did deyapti. O'sha Bisq looked more like skin than China did. Bu yerda aytayapti, o'sha Xitoynikidan ko'ra teriga ko'proq o'xshash bo'lgan deyapti. Xitoyniki emas, balki o'sha Bisqlar bo'lyapti. Xo'p, ya'ni Bisq Xitoyniki less realistic bo'lyapti demoqchi bu yoqda. 7-savolimiz javobi false bo'ladi. 7 false. 8 demak fransuz qo'g'irchoqlari qimmatroq bo'lgan deyapti. Bu true bo'ladi. Chunki men bu yerda aytgan French dolls were unrivaled in their artistry. German Bisq dolls became quite popular because they were not as expensive. They were not as expensive deyapti. Ya'ni German dolls were not as expensive. Ya'ni bu yerda aytayapti, o'sha nemislar qo'g'irchoqlari unaqa qimmat bo'lmagan deyapti. Xo'p, demak 8-savolimiz javobi true bo'ladi. 8 true. Okay, 9. Birinchi ragdolllar 1850-yilda yaratilgan, to'g'ri, men bu yerda aytgan. Commercially produced ragdolls were first introduced in the 1850s by English and American manufacturers. Shu yerda aytib qo'ygan. Shunga 8 ham true bo'ladi. 8 true. Okay. Group page o'tib qo'yaman. Like false, true bo'lyapti. Alright, keyingi savollarga ko'raylik. Faqatgina o'sha mayli. Xo'p, 10-savolimiz o'sha dolls made of cotton and linen ga aloqador ekan. Qayerda aytilgan mana linen, cotton. Xo'p. Qayerda edi? Tak. Celluloid ga aloqador ekan keyingisi. Mana bu yerda mana celluloid bor. Xo'p. Cloth degan narsa ham bor ekan bu yerda. Cotton
Bormi shu yerda? Qarang o'zingiz. Xo'p. Composition, xo'p 1940-yil composition dolls. Mana composition dolls. Demak, 12-savolimiz oxirgi paragrafda. 13 doll prefer doll demak. Alright, demak shu atroflarda javoblarimiz. Xo'p. Keyingilarni bajaringlarchi demak, hozir tushuntaman demak. Mana shu belgilab qo'ygan joylarimda topasiz javoblarni. So I will give you maybe 3 or 4 minutes, 3-4 daqiqa. Shu yerda qolgan hammasi bor. Shu 10, 11, 12, 13-savollar shu yerda. Hammasi. Cloth doll ham shu yerda ekan, mana bu yerda. Mana bu yerda ham aytib qo'yibdi. Yaxshi. Xo'p. Tushunarli. Qaysi javoblarni tanladingiz? Javoblar yozingizlarchi. So, javoblaringizni yozib qoldiring. Qaysi javoblarni tanladik? Kommentda yozingchi. Men topdim hammasini. Alright, hop, tekshiramiz unda. Menimcha o'zi yetarlicha vaqt berdim bajarish uchun. Hop. Demak, qarang, on not given bo'ladi. On not given. Demak, qarang, cloth dollar, o'sha cloth doll degan atalgan narsalar men bu yerda aytgan, o'sha linen yoki cottondan qilingan deyapti. Lekin bu yerda only degan narsa yo'q. Faqatgina shu turdagilari cloth doll deb atalgan degan narsa yo'q. Shuning uchun on not given.
11 ga keladigan bo'lsak, 11 true bo'ladi. 11 true. Nimaga true? Mana lose their color da bu yoqda qanaqa farz qilgan. However, celluloid fell out of favor because flammability bo'lgan narsa bor ekan. Flammability degani yonishi oson bo'lgan deyapti. Va propensity to fade in bright light. Propensity degani moyillik degan ma'noni anglatadi. Fade degani o'chib ketish degani. O'sha rangi o'chib ketish demoqchi bu yerda. Lose their color ga parafraza bo'lyapti. Shuning uchun ama 12-savolimiz javobi 11 true bo'ldi. Endi 12 ga keladigan bo'lsangiz, composition dollar uzoqroq chidagan deyapti. Lekin bu yoqda o'qisangiz, nima degan mana? They resembled composition dolls deyapti. Ya'ni hard plastic dolls were manufactured in 1940s. 40-yillarda plastik qo'g'irchoqlar yaratilgan. Ular composition dolls ga o'xshagan deyapti. But they were much more durable deyapti. More durable degani chidamliroq degani. Ya'ni oddiyroq qilib aytsak, lasted longer ga to'g'ri kelyapti. Faqat shunda nima lasted longer deyapti bu yoqda? Plastic dollar aytyapti. Plastic dolls were more durable deyapti. Yoki plastic dolls lasted longer ga demak parafraza bo'lyapti. Xo'p, shuning uchun 12-savolimiz javobi false bo'ladi. Xo'p. 12 false bo'ldi. Xo'p. Endi 13 menimcha tushunarli. 13 hech qayerda aytmagan, bu yerda o'sha doll collectors haqida hech qanaqa gapimiz yo'q. Shuning uchun not given bo'ladi. 13 not given. Alright, demak, shular javoblarida. Okay, menimcha hammaga tushunarli javoblar. Xo'p. Shu bizni javoblar. Bu yoqda ham yozdimmi? Nariginda yozganman.